soatga mo'ljallangan. Bizlar o'tganda bu mavzuni boshlaganmiz. Bu davom hisoblanadi. Endi auditorlik dalillar deganimiz bu auditorlik hisoboti uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar manbasi hisoblanadi. Auditorlik tashkilotiga fikr bildirish uchun zarur hamma ma'lumotlar yetarli bo'ladigan bo'lsa, miqdoriy jihatdan o'lchamining yetarliligi bu yetarliligini bildiradi. Va auditorlik dalillarining mosligi deganimiz auditorlik tashkilotining fikr bildirishda auditorlik dalillarining ahamiyatli va ishonchliligi bu sifat ko'rsatkichi sifatida yuradi. Va auditorlik dalillar agar hujjatlar va aktivlar, xususiy kapital va majburiyatlarning haqiqiy holati bilan tasdiqlanganda ular ishonchli hisoblanadi. Auditorlik dalillarining ishonchliligini auditor baholashi zarur. Demak, qaysi auditorlik dalillari eng ishonchli deydigan bo'lsak, demak bu auditorning o'zi to'g'ridan to'g'ri o'zining fikrlari bilan, o'zining tajribasi bilan o'rganadigan dalillar bular eng ishonchli hisoblanadi. Va keyingi turi bor, tashqi manbalardan olingan ma'lumotlar ichki manbalardan olingan manbalarga qaraganda ishonchliroq hisoblanadi. Keyingisi auditorlik tashkiloti tomonidan bevosita yig'ilgan auditorlik dalillar hujjat yuritish subyektidan olingan dalillarga qaraganda ishonchli bo'ladi. Va bizlar bilamiz, hozir turlar haqida aytamiz. Yozma ravishda olingan auditorlik dalillar og'zaki turda olingan dalillarga qaraganda ishonchliroq bo'ladi. Va oxirgisida agar buxgalteriya hisobi va buxgalteriya hisobidagi ichki nazorat tizimi yaxshi yuritiladigan bo'lsa, shu ichki nazorat tizimidan olingan ma'lumotlar bular ham ishonchli hisoblanadi. Agar demak bu effektivni yaxshi ishlayotgan ichki nazorat tizimi bo'ladigan bo'lsa. Bular qanday bo'lishi mumkin? Demak, yozma va og'zaki dalillar. Demak, yozma ravishda olingan dalillar bular hujjat va yozma tushuntirishlarda ko'ringan bo'lishi kerak. Og'zaki deganimiz ancha muhim va foydali bo'lishi mumkin. Demak, bu auditorlar tilida testirovание deydi, testlash deb nomlanadi va so'rovnoma tuzish orqali bular yig'iladi. Keyingisi auditorlik dalillarining manbasiga ko'ra, maqomda ichki, tashqi va aralash manbasiga ko'ra turlari bo'lishi mumkin. Demak, ichki deganimiz bu ichki korxona ichidan olingan ma'lumotlar, tashqi deganimiz bu uchinchi shaxsdan olingan ma'lumotlar va aralash va ichki va tashqi ma'lumotlar asosida olingan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Endi bu hozir aytilgan fikr auditorlik dalillarni to'plashda biz qanaqa amallardan foydalanamiz? Bular tahliliy amallar, shotlar qo'ldig'i va oborotdagi ma'lumotlar asosida olingan ma'lumotlar va ichki nazorat vositalaridan olingan ma'lumotlar asosida biz auditorlik dalillarni yig'amiz. Endi bu qaysi turining ishonchliroqligi haqida aytilgan slaydimiz. Qaysi yo'llar bilan auditorlik dalillarni oladi? Demak, ular nazoratlash, kuzatish, so'rov, hisoblash, analitik amallar. Demak, bu yerda 8 ta turi mavjud. 8 ta turi bo'yicha bizlar ingliz tilida ham bu auditorlik, audit evidence degan paytimizda ham aytganmiz. Demak, shu turlaridan bizlar auditorlik dalillarni to'playmiz. Demak, auditorlik dalillarni olish uchun bajariladigan amallar bular hozir aytgan so'rovnoma o'tkazish va uni tasdiqlash, tekshirish, kuzatish, tasdiqlash va hisob-kitoblar asosida amalga oshiriladi. Endi bular qaysi olish usullari? Inventarizatsiya bu eng ko'p tarqalgan metodlardan biri hisoblanadi. Tahliliy amallar, muqobil balans tuzish, demak bu buxgalterning tuzgan balansi va auditorlar o'zlari hammasini tekshirib, o'zlari balans tuzib qo'yadi va tekshiradi. Mijoz korxonaning arifmetik hisob-kitobini ko'rib chiqish, demak ular to'g'ri, oddiy arifmetikasini hisoblashda ham xato ketishi mumkin. Demak, bular o'zi bizlarda auditorlik faoliyatida xato va firibgarlik tushunchasi. Bu xalqaro audit standartida 240-standartda keltirilgan. Endi
xato bo'ladigan bo'lsa, uning jazosi ham bor. Xato qilish buxgalter masalan, arifmetik xato qilsa ham u jazolanadi, lekin auditor jazolamaydi, lekin buni qanaqadir soliq organi, boshqalar davlat organlaridan tekshiruv kelganida xatoga jazo bor. Va firibgarlik degan uni bilib turib, aynan bilib turib xato qilsa, bu firibgarlikka kiradi. Demak, bu ham jazolanadi. Agarda arifmetik oddiy xato bilan firibgarlikning farqi deydigan bo'lsa, xato bu buxgalter o'zi bilmagan holda qo'shish, olish amallarida xato ketgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa qanaqadir naqd pullarni chiqarib olish. Demak, bularning hammasi firibgarlik amallari hisoblanadi. Bu aynan bilib turib shu xatoni qilib tseppochka ravishda operatsiyalar amalga oshadi. Demak, bu firibgarlik hisoblanadi. Demak, bu arifmetik hisob-kitobni qayta tekshirish, ayrim xo'jalik operatsiyalarini hisobga olish qoidalari rioya qilinishini tekshirish, tasdiqlash, xo'jalik yurituvchi subyekt mustaqil uchinchi tomonlar xodimlardan og'zaki so'rovlar o'tkazish, hujjatlarni tekshirish va ko'rib chiqish. Endi auditorlik riski va muhimlik bu yerda dalillar to'plashda biza o'rganishimiz kerak bo'ladi. Demak, muhimlik darajasidagi tushunchalarni biza ko'proq tekshirishimiz kerak bo'ladi. Sababi muhimlik darajasidagi muolajalarni, operatsiyalarni bizlar shunga javob berishimiz kerak bo'lganligi uchun ko'proq vaqt ajratib amallarni, auditorlik amallarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Endi auditorlik dalillarni to'plashda tahliliy amallar amalga oshiriladi. Demak, bu bizlar bilamiz 500-standartning ichida 505, 510, 530, 520 lar bor. Demak, bular dalillar to'plaganda, bizlar demak ma'lumotlar to'plaganda tahliliy amallar amalga oshiramiz. Demak, tahlil qilamiz. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Bizlarning koeffitsiyentlarimizni tekshirib ko'ramiz. Moliyaviy mustaqillik, likvidlik, rentabillik hamma koeffitsiyentlarni o'rganamiz. Va 520-standartimiz bor. Bu audit sampling deydi ingliz tilida. Bu auditorlik tanlash. Auditorlik tanlashda bu alohida mavzu sifatida o'tiladi. Auditorlik tanlash deganimiz bu auditorlar jismoniy tarzda hamma 100% hamma hujjatlarni tekshirish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun ular tanlab tekshirishga majbur bo'ladi va bu tanlab tekshirish bizlarga qanaqadir vaqtni tejashda ko'p yordam beradi. Demak, tanlaganda ham bizlar to'g'ri tanlashimiz kerak. Shu standart asosida tanlashimiz kerak bo'ladi. Umumiy oxirgi tushunchani aytadigan bo'lsak, demak, tanlashdagi auditorlik tashkilotlarning majburiyati bu tanlashga kirib qo'ygan har bir xatoni tahlil qilish, tanlashni amalga oshirishda olingan natijalarni butun tekshirayotgan, jamlangan ekstrapolyatsiyalash, ya'ni tatbiq qilish, tanlash tavakkalchiliklarini baholash. Bularning hammasi auditorlik tanlashda kerak bo'ladigan amallar hisoblanadi. Demak, umumiy auditorlik dalillar mavzusida bu bilamiz bizlar auditorlik tekshiruv bosqichining eng katta bosqichi hisoblanadi. Auditorlik dalillarni bizlar eng vaqtimizni va tajribamizni ayamagan holda juda ham e'tibor bilan tekshirib to'playdigan bosqich hisoblanadi. Umumiy tushunchalar shular. Endi savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin dalillar bo'yicha. Auditorlik dalillar. Dalillar mavzusi yakunlandi. Endi talabalarimiz bugun auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunni yaxshilab o'rganib kelib, o'zlarining o'rgangan ma'lumotlarini sizlarga taqdim etmoqchi. Bugun bizlar O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunni o'rganib keldik. Hozirgi kunda O'zbekiston auditorlik faoliyat xizmati 2021-25 fevralda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunga muvofiq olib boriladi. Bunda qonunda birinchi bobda umumiy qoidalar keltirilgan. Qonunning maqsadi auditorlik faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solish, uni xalqaro standartlarga moslashtirishni ko'zda tutadi. Ikkinchi moddada auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunchilik.
Bunda O'zbekiston Respublikasida qonunchilik shu qonun bo'yicha olib boriladi, auditlik faoliyat to'g'risidagi qonun. Agarda xalqaro shartnomalarda bu qonunda mavjud bo'lmagan joylar keltirilgan bo'lsa, xalqaro auditorlik qonunida amalga oshiriladi, olib boriladi. Qonunda bir qancha asosiy tushunchalar keltirilgan. Bulardan birinchisi auditor deganda auditorlik malaka sertifikatiga ega bo'lgan jismoniy shaxs tushuniladi. Auditorlik tashkiloti bunda auditorlik faoliyatini amalga oshiruvchi tijorat tashkiloti hisoblanadi. Reyestr auditorlar va auditorlik tashkilotlari ro'yxati. Audit qo'mitasi moliyaviy hisobotlar to'g'riligini nazorat qiluvchi kuzatuv kengashi tarkibidagi organ hisoblanadi. Ranking auditorlik tashkilotlari faoliyati bo'yicha baholash tizimi. Yana bitta tushuncha talabkor tushunchasi bor. Talabkor bu auditor bo'lish uchun malaka sertifikatini olish uchun talabkor yoki sertifikatning muddatini uzaytirish uchun talabkor hisoblanadi jismoniy shaxs. Keyingi bo'lim auditorlik faoliyatining asosiy prinsiplari haqida bo'lib hisoblanadi. Bu 4-moddadan 8-moddagacha bo'lib hisoblanadi. Bunda asosan asosiy prinsiplar mustaqillik, xolislik, halollik, kasbiy bilimga egalik va axborotning maxfiyligi bo'lib hisoblanadi. Mustaqillik prinsipi bu asosan tashqi umumiy qilib aytganda tashqi bosimsiz o'zi erkin fikr bildirishi kerak bo'lib hisoblanadi. Keyingisi bo'lsa bu xolislik va halollik prinsipi bo'lib hisoblanadi. Bunda auditor jamiyat manfaatini ustuvor qo'yishi shart, beqaror tarafkashlik fikr bildirishi zarur va manfaatlar to'qnashuvi yoki tashqi bosim ostida auditorni xolisligini yo'qotmasligi kerak bo'lib hisoblanadi. Keyingi asosiy prinsip bu kasbiy bilim va maxfiylik bo'lib hisoblanadi. Kasbiy bilim har bir auditor o'zining chuqur bilimga ega bo'lishi zarur bo'lib hisoblanadi. Maxfiylikda bo'lsa auditor va mijoz o'rtasidagi ma'lumot boshqa tomonga oshkor qilinmasligi kerak. Faqat qonunda ko'rsatilgan hollarda ma'lumotlar oshkor qilinishi mumkin. Keyingi bo'lim audit va uning yordamchilari audit malakasi deb hisoblanadi. Auditor deganimiz bir vaqtning o'zida bitta audit tashkilotida ishlaydigan yoki shu tashkilot bilan mehnat shartnoma tuzgan shaxs hisoblanadi. Auditor yordamchisi bo'lsa shu audit tekshiruv jarayonida qatnashayotgan va shu ma'lumotni sir tutishi kerak bo'lgan shaxs hisoblanadi. Keyingi moddasi auditor malakasini sertifikat moddasi hisoblanadi. Bunda malakaviy sertifikatni olishda boshida 5 yilga beriladi va uni uzaytirish davomida 5 yil va 10 yil va keyin muddatsiz davrga bo'linadi. Keyin malakaviy sertifikatni o'qishda malaka sertifikatini olgandan keyin 1 yildan o'tgandan so'ng har yilda bir martadan malaka oshirish o'tkaziladi. Keyin malaka sertifikatini olish imtihoni bu malaka topshirish imtihonida imtihon shartlari shu oxirgi 10 yil davomida buxgalter yoki buxgalter yordamchisi shu yilda buxgalter yoki buxgalter yordamchisida ishlash kerak yoki buxgalter hisobi va audit sohasida ta'lim berishi shart bo'ladi. Keyinchalik malakaviy audit sertifikatini olishda yuqori o'rindan bitirgan bo'lib hisoblanadi. 29-modda auditorlik tashkilotining majburiyatlari shtatida asosiy joyi auditorlik tashkiloti bo'lgan kamida 4 nafar auditor mavjud bo'lishini ta'minlash kerak. Keyin auditorlarning yilda bir marta malaka oshirish kurslaridan o'tishini ta'minlash kerak. Auditorlik tashkiloti auditorlik faoliyatini faqat auditorlik tashkiloti javobgarligining sug'urta polisi mavjud bo'lgan taqdirda amalga oshirishi kerak. Keyin auditorlik xizmatlarini ko'rsatish chog'ida mustaqillikning ta'minlanishi. Auditorlik xizmatlari buyurtmachisining talabiga ko'ra auditorlar sertifikatini auditorlik tashkiloti javobgarligining sug'urta polisini ko'rsatish kerak bo'ladi. 30-modda auditorlik tashkilotlarining javobgarligi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarni tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilik talablarini buzganligi uchun auditorlik tashkiloti rahbari qonunda belgilangan tartibga javobgarlikka tortiladi. Ma'lumotlari auditorlik tashkilotlarining reyestriga kiritilmagan tashkilot tomonidan auditorlik tekshiruvini o'tkazganlik qonunda belgilangan javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. 35-moddasida majburiy auditorlik tekshiruvidan shug'ullanib bo'lgan tashkilotlar bular aksiyadorlik jamiyatlari, banklar va boshqa kredit tashkilotlari, sug'urta tashkilotlari, qishloq xo'jalik kooperativlari, xayriya va jamoat fondlari, ustav fondlar, ya'ni ustav kapitaldan
auditorlik hisoboti bo'lib, bu yozma shaklda ifodalangan fikrni o'z ichiga olgan hujjat bo'lib hisoblanadi. Auditorlik xulosasi raqamlangan bo'lib hisoblanadi. Keyingi 40-moddada biz bo'lan turib soxta tuzilgan auditorlik xulosasini aytishimiz mumkin. Ya'ni auditorlik tekshiruvi o'tkazmasdan tuzilgan, lekin xo'jalik yurituvchi subyektning auditorlik tekshiruvi jarayoni auditorlik tomonidan olingan va o'rganilgan hujjatlarning mazmuniga muvofiq bo'lmagan auditorlik xulosasi bilan turib soxta tuzilgan hisoblanadi. Auditorlik xulosasi sudning qonuniy kuchga kirgan qaroriga ko'ra bilan turib soxta tuzilgan deb topilishi mumkin. Auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunning 41-moddasida auditorlik tashkilotlarining reyestri o'zi reyestr so'zi bu auditorlik va auditorlik tashkilotlarining rasmiy ro'yxati bo'lib hisoblanadi. 41-moddada vakolatli davlat organlari auditorlik tashkilotlari reyestrini elektron shaklda yuritib boradi. Unda quyidagilar ko'rsatib boriladi: auditorlik tashkilotlarining manzili va elektron pochtasi, auditorlik tashkilotlarining telefon raqami, auditorlik tashkilotlarining soliq identifikatsiya raqami, auditorlik tashkilotlarining rahbarining ismi, familiyasi, otasining ismi va sertifikatlari to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilib o'tiladi. Hamda auditorlik tashkilotning auditorlik tashkilotiga kiritilgan reyestrning sanasi, belgilangan sanasi ko'rsatilib o'tiladi. Yana auditorlik tashkilotining reyestrdan chiqarish sabablari va belgilangan sanalari ko'rsatilib o'tiladi. Yana 42-moddada auditorlik tashkiloti reyestriga kiritish, bu kiritish jarayonida korxonadagi belgilangan tartibdagi ro'yxatga olingan auditorlik tashkilotlari ma'lumotlarini auditorlik tashkilotlarining reyestriga kiritish uchun elektron shaklda yuritiladi. Ya'ni davlat organiga ma'lumotnomani yoki tashkilotning, ya'ni auditorlar mehnat daftarchasining ko'chma nusxasini pochta yoki elektron orqali yuboriladi. Ma'lumotnoma auditorlik tashkilotning nomi, pochta va elektron manzillari ko'rsatilib o'tiladi. Bu auditorlik tashkilotning reyestri yo'natilgandan keyin 5 ish kunlik davomida ko'rib chiqiladi va tekshirilib o'tiladi. Bu auditorlik tashkilotning reyestri rad etilish sabablari ko'rsatiladi. Bularning sabablari, ya'ni auditorlik tashkiloti tomonidan noto'g'ri axborotlar ko'rsatilgan bo'lsa yoki ushbu auditorlik faoliyati to'g'risidagi moddaning 22-moddasi talablariga muvofiq javob bermasa, auditorlik tashkiloti reyestri rad etib boriladi. 8-javob. Auditorlar ish sifatining ichki nazorati va auditorlik tashkilotlari ish sifatining tashqi nazorati. Bunda bir qancha moddalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu bobda ichida 4 ta modda bor. 45, 46 va 48-moddalar o'z ichiga oladi. Ya'ni nazorat bo'yicha. 45-modda auditorlar ish sifatining ichki nazorati. Bunda auditorlar ish sifatining ichki nazorati auditorlik tashkiloti tomonidan amalga oshiriladigan, uning auditorlari va xodimlar tomonidan ushbu qonun talablariga rioya etilishi ta'minlovchi tartib tamoyillariga asoslangan tashkiliy choralar tizimidan iboratdir. Bunda auditorlar ish sifatining ichki nazorati auditorlik tashkiloti tomonidan auditorlik faoliyati standartlariga binoan amalga oshiriladi va bu auditorlik xizmatlari ko'rsatish chog'ida majburiy shartdir. 46-modda auditorlar tashkiloti ish sifatining tashqi nazorati. Bunda auditorlik tashkiloti ish sifatining tashqi nazorati vakolatli davlat organi auditorlarning respublika, jamoat birlashmalari va birgalikda amalga oshiriladigan auditorlik tashkilotlari tomonidan ushbu qonun talablarini va auditorlik faoliyati standartlarini buzishni aniqlashga hamda kelgusida ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimidan iboratdir. 2-modda auditorlik tashkiloti ish sifatining tashqi nazoratini o'tkazish muddati va asoslari. Bunda auditorlik tashkiloti ish sifatining tashqi nazoratini o'tkazish muddati 10 ish kunidan oshmasligi kerak. Auditorlik tashkiloti ish sifatining tashqi nazorati tavakkalchilik tahlil natijasi va auditorlik tashkiloti tomonidan ushbu qonun talablariga buzilishlarini sodir etish tavakkalchiligi darajasini bundan buyon auditorlik tashkiloti tomonidan ushbu qonun talablarining buzilishini sodir etish tavakkalchiligi darajasini o'z ichiga oladi. 8-modda auditorlik tashkiloti ish sifatining asosiy ko'rsatkichlari va uni baholash. Bu moddada auditorlik tashkilotlari ish sifatining asosiy ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat: ichki nazoratning tizimi mavjudligi, auditorlik xalqaro standartlarga sifat nazoratiga tahlil tekshiruvlarga turdosh xizmatlar ko'rsatishga doir topshiriqlarga va professional buxgalterlik odob axloq kodeksiga rioya etilishi, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarni tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi, xalqaro auditorlik tashkilotlariga yoki assotsiatsiyalarga a'zolik, auditorlik tekshiruv o'tkazish, turdosh xizmatlar ko'rsatish uslubiyotining mavjudligi va bir qancha shunga o'xshash moddalar bobda keltirib o'tilgan. Bu asosiy jismoniy yoki yuridik shaxslarning shikoyatlari, shuningdek auditorlik tashkilotining faoliyati to'g'risida
asoslangan salbiy fikrlar mavjud emasligi, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida mavjud emasligini aytib o'tishimiz mumkin.